Mana qarindoshlar ovqat qilmoqman, sho'rba qildim, issiqqa kankazni yog'rini olman. Bo'ldi, boring qol. Men mobil yo'qman, zo'r qilib videoga olib beraman, xo'p dey. Kerak emas, dabdala qilding kankasini ham. Mas'ulning sekda ayni o'rgandim. Voy, qat'iy yoryapti. Ay demadim, ay dedim. Nima u? Men qayerdan bilaman, bolam? Hozir qarang mana. Mana. Voy, ademi? Voy. Voy, o'lsin. Ade yoshligida ham shuna qo'yladi. Qoplabsan. Qarang, zo'ri bor. Voy, kim bu gadoy? Voy. Amakimmi? Voy, menga qarab, biriga biri o'xshatibsan. Men qarman pul tashlayotganim ham qo'shib qo'ygan. O'zi haqiqatda gadoy. Adingdan necha marta pul olib qaytarib bermagan amakim. Eslamasizchi? Men qara, meni ham o'xshatib ber. Nima qilib bering? Yolmog'iz kampir qilib ber. Mana. Menga qara, aming hayotda ham haqiqatda yolmog'iz kampir. Ading bilan meni ajrashib ketishimizga ozgincha qolganmiz, ammingni deb. Qarang, hozir xolam yasayman. Nima? Tushunmadim. Qanaqa holini yasaysan? Mana shu bechora seni bilasanmi? To'ylada meni yonimda turgan. Sen kasal bo'lganda sen bilan больницада yotgan. Holini yasaga men seni yasab qo'yaman, mol. Bo'lmasam adamga prank qilamiz. Qanaqa prank? Mana qarang. Voy, mahallani boshida gulimi? Beva guli bilan qo'lshashib turibdimi? Ya, yasaganman. Bildim, ayib. Men bor to'poloq qiling. Hozir to'xtab tur. Adasi! Nima? Soch soqoliga oq tushgan odam shu yoshda uyalmadingizmi? Bu kunlarni ko'rguncha o'lsam bo'lmasmidi? Odamni xursand qilmasang-chi, nima bo'ldi? Nima bu? O'zim tushuntirib beraman. Menga o'zi gapirib qoldi. Bog' aylandi. Ada, prank. O'rtamizda prank bo'lgan-yu, prankgacha bormadik. Voy, buni o'g'lingiz ayida yasab desam, siz buni hayotda ham yasab yuribsizmi? To'g'ri, sen ayayi, lekin prost gaplashib yurdik. Ada, tamoman bu xotin men yasaganman. Senga o'zi gapirib. Mayda qarang, buni nima sordi?